O'zingiz Kecha yaxshimisiz? yaxshi, ha, kecha qolib ketgan edim deb bugun budilnikka qo'yib qo'ydim. Yaxshi qildingiz. Qarang, baribir jonli ko'rishni xohlayotgan edingiz, anam. Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qanday? O'zgarishlar, natijalar. Ha, men yaxshi, xudoga shukr. Natijalar bo'lyapti, xudoga shukr. Hammasi joyida. Молодец. Вообще aktivsizda. Rahmat. Vazifalarni mazza qilib bajarasiz. Vazifalarni mazza qilib bajarsa, Shunaqa. yana ham eshityapsizmi? Ha. Молодец. Zo'r. Hamma asta-asta qo'shilib olaveradi. Zapis berilmaydi. Chunki jonlining baribir quvvati boshqacha zapisdan ko'ra. Meni tanimaydiganlarga o'zim tanishtiraman. Erta qo'shib qo'ymabman-da. Hozir qo'shdim. Boshlayveramiz. Meni tanimaydiganlar, men ismim Suroya G'aniyeva, Nusrat Layevna. Psixolog, parapsixolog, ong osti bo'yicha ishlovchi mutaxassis bo'laman. Bugun uchrashuvimiz hamma masalan to'plangan, masalan bilimlar to'planganda, bilimlarning aslida nima kerak insonlarga, hozir nima kerak? Hozir insonlar nimadan qiynalyapti va nima olishni xohlaydi? Ana shularni sal ochib berishga harakat qilaman. Va keyin uchrashuvimizning oxirida yangi boshlanadigan maqsadlar kaliti, yangi yilga yangi maqsadlar kaliti kurs ochyapman, mini kurs. Shuning taqdimotini sizlarga tushuntirib beraman. Nima uchun u kursni olishingiz kerak? Nimalar beradi, nimalar olasiz? Hayotingizga qanday qo'llaysiz? Shular haqida tushuntirib beraman, ma'lumot beraman, ochib beraman. Hop, boshlaymiz. Birinchi boshlab voy, WhatsAppdan o'ting deydi. WhatsApp umuman bo'lmaydi. Hammasi WhatsAppdan o'ting deb yozyapti. WhatsAppning qulayligi yo'q. Bunday ko'rib gaplashish imkoniyati bo'lmaydi, zapis qilish imkoniyati bo'lmaydi. Undan Telegramda imkoniyatlar ko'p. Xohlovchilar Telegramga kirish kerak. Xo'p, boshlab hozir sizlarga bu yerda e'lon qilgan edim. Ong osti bloklari va maqsadlarga erishish uchun nimalar kerak bo'ladi? Nima qilish kerak? Bizlar masalan to'g'ri, ko'pdan ko'p ong osti blogi bilan ishlaymiz. Hammamiz ham ong osti blogi bilan ishlashimiz kerak. Professionallar aslida ong osti blogi bilan ishlash kerak. Chunki o'zim boshida mana shu sferaga kirib kelganimda niyat yozish, maqsad yozish, shukronalik yozish bilan kirib kelganman. Lekin shukronalik maqsad yozganimda ichimda ozgincha nima bo'lardi? Ozgincha bir energiyaga to'lardim. Qandaydir o'zimni bir aldaganday bo'lib turib, chiroyli kiyinishga haqiqatan quvvat beradi, energiya beradi, sal qarashingizni o'zgartirib beradi. Lekin tushunib qolganman, shukronalik yozish, minnatdorchilik yozish, bular yuzaki ekanligini tushunib qolganman. Shuning uchun insonlarga ong osti bilan ishlash juda ham muhim. Ong osti bilan ishlaganda chuqur bilan ishlanadiligini tushunib qolganman. Chunki bizlar hammamiz bolalikdan iborat, hammamizning o'tmishimiz, bolalik, hayotga kelish, hammada ham bolalik travmalari bo'ladi. Endi hammada ham deya olmay, 50% insonlarda shu yer yuzida bolalik travmalari bo'ladi. Ana shu bolalik travmalari yillar davomida o'tib kelib, har bir insonning hayotiy tajriba, insonning ong ostiga joylanadi. U men yaxshi minnatdorchilik bildiraman, shukronalik bildiraman, qarashimni o'zgartiraman degan bilan, lekin u ong ostida chuqur tushib ketadi. Masalan, men bor e'tiborimda ong ostiga shu bloklarni ochishga qaratganimning ma'nosi, aytganimdek, o'qiganimda shu shukronalik, minnatdorchilik maqsadlarni o'qiganimda yuzaki bo'layotganligini tushunib qoldim. Masalan, ana shu hayotiy tajribangizda dunyoga kelganingizda brilliant bo'lgansiz, haqiqatan nurdan iborat bo'lganingizda, yillarda hayotiy tajriba, masalan, ovozingni o'chir deyman, keraksiz his qilganmiz, nimalar qilgan bo'lsa ham ana shu xuddiki toshdek o'ralib qolganligini va
ana shu maqsadlar, niyatlar ichimga yorug'lik bermagan. Nimadir ichimda bo'shliq bo'lardi. Tushunmadim ichimdagi bo'shliq nima. Yo bo'lmasa bu bir taraf bo'shliq, yana bir taraf ichimda qotdi nimadir turardi. Maqsad niyat yozganimda, shukronalik yozganimda xuddi o'zimni o'zim aldashday edi. Shukronalik yozardim, masalan, soatlab, yillab, kunlab daftarlarim to'lib ketgan. Shukronalik masalan, xuddiki noshukrmisan, shukronalik yoz deganday tuyg'uni his qilardim-da. Ha, demak men noshukur ekanman, shukronalik yozish kerak degan miyamda noto'g'ri e'tiqod paydo bo'lgan. Keyin bilib qolganmanki, bu soxtaligini. Maqsad qo'yish, shukronalik yozish soxtaligini bilib qolganman. Xuddiki mana shu yeringizda tosh yoki ichki qora nimadir bo'shatilmagan, tugatilmagan. Masalan, 21 yoshdan keyin odam har bir ruh, qalb o'zini izlashni boshlaydi. O'zi karmasini, o'zining taqdirini ssenariysi bo'ladi. Masalan, ota-onanikidan olgan ssenariyni tugatib turib, boshqa o'zini izlashga tushadi. Nima uchun yashayapman? Nima uchun? Nimaga? Quruq farzandni dunyoga kelib turib, shu ovqat qilish uchun yoki turmush o'rtog'imga qarash uchun, keyin undan keyin nevaralarimga qarash uchun kelganman. Nima uchun tug'ildim degan savol paydo bo'ladi. Shu 21 yoshdan keyin o'sha insonda uyg'onadi nimadir. O'zini anglash, o'zini tushunish, dunyoga nima uchun kelganligini bilish. Ana shunda men bilganmanki, mana shu narsalarni yozganimda ichimda o'zimni o'zim ovutishlaydi. Masalan, qarang. Ham ichingizda bo'shliq, ham tosh, ham usta minnatdorman, shukronalik keltiraman o'zim qo'lim borligi uchun, tanam borligi uchun, uyim borligi uchun, boshpanam borligi uchun shukronalik keltiraman. Shukronalikdan berganman o'zim, quvvati kuchli, lekin anglab boshqa taraflama, maqsad qo'yishni ham boshqa taraflama qilgan. U boshqacha natija berishini bilib qolganman. Keyin nimaga men qilaman? Sal ozgincha quvvatga to'laman, chiroyli kiyimlar kiyaman, mazza qilaman, yana bir pasdan keyin tushib qolaman. Yana ichimda shu tosh bor, yana ana shu og'riqlik bor, xuddiki ichimda qora tutun bor. Yana o'zimni kamsitilgandek his qilaman, keraksizdek his qilaman, nolayqdek his qilaman, maqsadlaridan qo'rqaman. Hayotimga yaxshi narsalar kirib kelishidan qo'rqaman. Shuni bilib qolganman. Masalan, hamma xohlaydi hayoti zo'r bo'lib ketishligini. Hamma xohlaydi. Kim xohlamaydi hayoti zo'r bo'lib ketmasligini? Boy bo'lishni xohlaydi. Hayotida farzandlari o'qishini zo'r bo'lishini xohlaydi. Mening xohlaganim uchun hayotimni qaysidir darajaga o'zgartirishligim uchun ana shuni yozganman. Maqsad qo'yishni ham hamma narsani. Keyin ichim to'lmagandan keyin bilganmanki, yana ham o'qish kerakligini, yana ham o'qib bilganmanki, yo'q, aslida ichimizdagi narsalar, ichimizdagi shu bo'shliq, qora tosh, sizni qiynaydigan gormonlaringiz, masalan, stressga tushib qolasiz, hayotga qiziqishingiz qolmaydi, ishtiyoqingiz qolmaydi, qo'rqasiz, ikkilanasiz. Mana shu narsalarni yotqizdirib tashlayveradi. Yotqizdirib tashlaydi. Masalan, ana shunda yotqizdirib tashlayotganini bilganmanki, yo'q, bu bilan boshqacha ishlash kerak. Masalan, ana shu narsani xohlaysiz, erishishni xohlaysiz, lekin erisha olmaysiz. Maqsadlaringizni olib kelishni ham xohlaysiz, hayotingizni o'zgartirishni ham xohlaysiz, lekin o'zgartira olmaysiz. Ichingizdagi ana shu ichdagi qora bo'shliq, qora tosh orqali bu narsaga boshqacha yo'l bilan kirish kerakligini, boshqacha uslub bilan qarash kerakli maqsadga ham, ana shu erishmoqchi bo'lgan narsangizga ham ikkovini boshqacha almashtirish kerakligini tushunib qolganman. Va sizlarga oson qilib aytib berayotgan narsalarni men shunchaki bir kunda tushunib qolganman. Men bitta kursda o'qib turib yoki bitta nimada treningda yoki seminarda, kursda qatnashib birdaniga tushunib qolmaganman. Daftarlarim to'lib ketgan. Anglashim kerak. Nimani anglashim kerak? Nimani tushunishim kerak? Mana shu orqali o'zimga savol berishni ham bilmaganman. Qarang, odam o'ziga o'zi savol berishdan o'rganishi kerak. Keyin bilganmanki, maqsad orzu. Biz orzular bilan yashashimiz. Orzu haqiqatan orzu pustay bo'lib turib, pustoydek xuddi orzu qilasiz. Orzu xuddiki bir ertakdagi sehrli narsadek. Yashayotganligini bilib qolganman. Ana shu narsani o'zgartirish kerakligini. Qarang, zo'r narsa, zo'r o'ynaydi. Ham ichingizda bo'shliq, ham qora nima. Shunday narsada yashaysiz, ham keraksiz his qilasiz o'zingizni, kamsitilgan his qilasiz, qo'lingiz yo'qdek his qilasiz, uzatmoqchi bo'lasiz. Bular hammasi ong'osti bloklari. Mana shular sizda ong'osti bloklar. Ajdoddan o'tib kelayotgan narsalar. Ko'pdan ko'pi ajdoddan ham bo'ladi, ota-onadan ham bo'ladi.
ana shu narsa bittadan tasavvur qiling, his qiling, bitta sharda turibsiz. Hammasi mana shu men aytayotgan narsani his qilib ko'ring. Katta sharda turibsiz, ana shu sharning ichida ana shu jarayondasiz, ana shu hisdasiz, ana shu tasavvurdasiz, o'zingizni shunday tutasiz. Xuddiki ko'zga ko'rinmaydigan nima bilan, nima deyin, sim bilan, ip bilan bog'lanib qolgansiz, mana shunday chalqinasiz u yana xohlaysiz boshqacha sharni. Tasavvur qiling o'sha sharni. U sharning ichida siz xohlagan hayot. Xohlaysiz u yerda erkin bo'lishni, chuqur nafas olishni, ichingizga havo kirishini. Aslida bizlar qarangizlar, maqsad qo'yganimizda bizlar moddiy maqsad qo'yamiz. Yo'q, aslida moddiylikda ham emas. Mana shu ochadigan kursim juda ham mini kurs degani bilan ichida asl narsani tushunib qolasiz. Ana shu moddiy narsaga, ana shu sharning ichidan tasavvur qiling. Chiroyli boylikni xohlaysiz, bolalaringiz zo'r o'qishini xohlaysiz, o'zingiz zo'r hayotda yashashni xohlaysiz. Masalan, xohlagan narsaga qo'lingizni uzatishni xohlaysiz. Ikkita sharning ichida qarang, siz hozir bu yerda turibsiz, u yerda yana bitta orzungiz, maqsadingiz. Ikkovida ham birga bo'lib qolasiz bir xil paytda. Tushunmaysiz, men qayerdaman, men bu yerdaman, lekin u yerdaman. Tushkunlikka tushasiz. Nimaga ana shu narsaga erisha olmayman? Nimaga men bunday o'zimni ko'zga ko'rinmaydigan ip bilan bit bog'lab qo'yganman, ana shu yerda chayqanaman. Qancha nima bor-ku, qancha tipirchilasa cho'kib ketasan degan narsa. Xuddi ana shunday narsani his qilib qolasiz. Qancha chayqanganim bilan, shuncha harakat qilganim bilan umidsizlik. Nimaga erishmayman? Umidsizlikka tushasiz. Ovoz yaxshi boryaptimi qizlar? Nimaga hamma bir kirib chiqyapti? Antena yaxshi emasmi? Antena yaxshi, ovoz yaxshi boryaptimi yoki qotyaptimi? Yordam beringizlar. Ha, ovoz sifati yaxshi emasmi? Menda bo'lyaptimi? Rahmat. Yordam berganingiz uchun. Bizda ham VPN bilan ishlaydi. Bizga ham sal nima o'ynayapti. Serious. Keyin bitta narsani bilib qolganman. Ana shu sharda turib, o'zimni qo'l oyog'imda baylab qo'ygan shar. Keraksiz his qilish, toshdek his qilish, hamma narsaga o'ralib olgan narsa sharning ichida xuddiki o'zimda ovutib yashayotgandek. O'zida ovutasiz. Qarang, nimadir tasavvur qiling, ana shu orzu maqsadlaringizga erishish uchun nimadir kutasiz. Ertaga yaxshi bo'lib qoladi, indin yaxshi bo'lib qoladi. Xuddiki o'zingizni nimadir kutib tur, yaxshi bo'lib qoladi, umid qilib tur, indin yaxshi bo'lib qoladi. Savol bering sizga, men nimani kutyapman? Ana shu og'riq hislarning ichida ko'milib qolib turib, kimda mana shu nima o'xshash narsalar bor? Kim o'zini ko'ryapti, ovutadi o'zini. Indin yaxshi bo'lib qoladi, ertaga yaxshi bo'lib qoladi. 1 yildan keyin yaxshi bo'lib qoladi, 1 oydan keyin yaxshi bo'lib qoladi yoki 5 yildan keyin yaxshi bo'lib qoladi. Ha, menda shu holat qilib. Odam o'zini ovutish. Lekin mana shu narsalar, siz his qilayotgan narsalar, sizda og'ritayotgan narsalar ko'pdan ko'p ana shu ota-onaning hayoti, ajdoddan kelayotgan hayot yoki o'zi o'ylab topib olgan hayot. Yana bitta narsa sirni ochib o'tib ketaman. Bu matritsa deydi. Matritsa o'ylab qo'yilgan, xuddi yerning o'yini. Yerning o'yinida bitta chizib qo'yilgan narsada hamma o'ynayotgan. Qarang, ko'pchilikda bor mana shu narsa. Chunki qolib bor, hammaga bir xil nima sistema o'tilgan maktabda, bir xil kinolar beriladi, bir xil axborot beriladi, chunki hamma bir xil sistemada o'ynaydi. Bir xil nima deydi, gologrammada o'ynayotgandek. Tushunyapsizmi? Hammada bir xildek. Mana shu xuddi hayotning o'yinidek. Xuddi hayotning ham o'yin emas. Rahmat Dilafruz opa. Qatnasha olmadingizmi Dilafruz opa? Qo'shilmayapti menimcha. Qatnasha olmayapman deyapti hozir bu yerda. Ana shu o'yinga kirib qolish. Aytganda yaxshi bo'lishni xohlaysiz, lekin yaxshi qila olmaysiz. Doim stress, doim depressiya, doim shu nimadirgadir bog'lanib qolib turish, tanqid kutish, isbotlash kirib qolasiz.
eringizga yaxshi ko'rinish yoki dugonalaringizning oldida o'zingizni yaxshi his qilish, nimanidir bordek ko'rsatish yoki bo'lmasa nimadir maqsad qo'yasiz. Xuddiki ana shu narsa orqali hayotingizda ichingizda nimadir to'yinib qoladi. Kimdir uy olish xohlaydi, xuddi ana shu uyda olgandan keyin ichidagi bo'shliq to'ladigandek. Menda shunday narsa bo'lgan. Xuddiki men xayol qilganmanki, uy olsam-u, uyga chiqib ketsam, ichimdagi ana shu bo'shliq, ichimdagi narsa to'yintiriladi deb o'ylaganman. Uy olganman, uyga o'tgandan keyin ham bo'shliq bo'lmagan. Bo'shliq to'yintirilmagan. Aytganmanki, "Vau, uyimizni zo'r remontini qilaylik, bu yerda remont qilaylik, bo'laylik, aboy olaylik, patolog olaylik, bor stressga tushasiz-ku. Mana shu yerda remont qilsak, uyimiz zo'r bo'lsa, chiqib xayol qilasizki, uyingizda o'tishda mana shu. Shu ichimdagi bo'shliq to'yinadi. Bo'lmasa umidsizlikka tushasiz. Voy, nimaga remontimiz bo'lmayapti? Eringiz bilan aytishasiz, siz harakat qilmayapsiz, uyimiz bo'lmayapti, maqsadimiz amalga oshmayapti, siz yaxshi ishlamayapsiz yoki men yaxshi ishlamayapman. Tushkunlikka tushasiz, umidsizlikka tushasiz. Ana shu narsa bo'lgandan keyin xuddi birpasgina to'yinasiz, birpasgina maza qilasiz. Yana bitta narsa chiqadi. Aytasizki, stralniy mashina olaysiz. Endi hammaning har xil o'zingiznikini oling. Rahmat, meni aytyapsiz deyapti. Rahmat, Nasiba opa. Qarang. Aytyapman-ku. Xuddi o'yindek. Keyin aytasizki, stralniy mashina olay yoki parda olay, mana shu yerimni o'zgartiray yoki mashina olay. Mening mashinam yo'q. Men mashina olishda shuncha ham orzu qilayotgan edim. Pravadan boshlash kerakligini bilganman. Haydovchilik guvohnoma olaman deb turib bordim, oldim, xuddiki, "Vau, men zo'r pul yig'aman, guvohnoma olaman" deb. Guvohnoma qiyin deydi. Endi ana shu guvohnomani oldim. Ana shu paytda bir erishgandan keyin tushunib qolganman, yo'q, aslida bu narsalar kerak emas. Bu yerning ostida boshqa narsa borligi. Nima tashladim? Kanalga video tashladim, ko'rdingizmi? Prava olish niyatim edi, maqsadim olish. Maqsad ana shu prava oldim deganman. Keyin aytasizki, o'g'limni o'qitayin deysiz, o'g'lingizni o'qitasiz. Va, o'g'limni o'qitdim deysiz, mazza qilasiz. Men o'g'lim o'qidi, zo'r onaman deysiz yoki zo'r otaman deysiz. Aytasizki, oz vaqtdan keyin o'g'limni uylantirayin, kelinni olib berayin, zo'r to'y qilib berayin. Ana shu orqali ichdagi o'zi ich bo'sh bo'lyapti, ich qora tosh bo'lyapti. Lekin ana shu orqali o'g'limni to'yini zo'r qilib beraman, hamma "Vau, zo'r to'y qildi" deydi. Ana shunda bir sal bunday qilib olaman, ichimdagi bo'shliq to'ldirib olaman deb. Yana undan keyin o'tasiz, nevarani ko'rsin, nevarang qulli bo'lsin, sen o'g'il ko'rding, nevara ko'rding deb turib, ana shu orqali ham nimadirda to'yintirib olish. Qarang, nevarali bo'ldi, 9 oyga yetmas kelinni tug'ib berdi. Ana shunday ham, "Vau, zo'r bo'ldi, men kelinni bo'ldim, tug'dim" deb, sal managizga nima deydi, soxta hammasi. Soxtaligini bilib qolasiz. Ana shular maqsadga kirib ketadi. Shu bilan uni qilay, buni qilay, qaraysizki, 28 soat, 24 soat bo'lsa 28 soat ishlash kerak. Ishlamash kerak demayapman. Bu yerda umuman boshqa narsa haqida gap ketyapti. His qilayotgan bo'lsangiz, ko'pdan ko'p kuzating, his qiling, tasavvur qiling, hayotingizni kuzating. Men aytayotgan narsalarni. Umuman boshqa taraflama olmang. Boshqa taraflama kesib olib turib, boshqa taraflama nima qilmang, yopishtirishga harakat qiling. Soxta ekanligini bilib qolasiz. Bu maqsaddan keyin bu maqsadda aytasizki, "Ey, vau, nimani qilayin?" Va hammaga oddiy qarang. Kottej olaman deyotgandirsiz kimdir. Endi hammaning o'zining o'ng darajasiga qarab. Mashina olsam ichim to'ladi. U katta nimalarda yerlar olsam ichim to'ladi. Samolyot olsam ichim to'ladi. Ichimda bo'shliq to'yintiriladi. Samolyotdan keyin hamma orol olyapti ekan. Orol olgandan keyin ichim to'ladi. O'z boshiga orol olyapti ekan. Orol olgandan keyin hamma oyga uchib borib, oydan yer olyapti ekan. Oydan yer olayin o'zimga. Oyga uchib borish uchun samolyot olyapti ekan. Samolyot olayin o'zimga. Oyga yetib borgandan keyin boshqa Marsga, boshqa sayyoradan ham o'ziga yer olyapti ekan. U yerda boshqacha narsani qilyapti ekan. Ketdi, shu bilan tugamaydi. Ichdagi lekin bo'shliq haligacha to'yintirilmaydi. Xuddiki ana shu narsalar orqali sendan men kammi yoki boshqalar sizni isbotlash uchun, tasdiqlash uchun, "Vau, zo'rsan-ku, muncha zo'rsan, muncha maladessan" desa, ana shuning qayerdadir isbotlash orqali ichda lekin orqadan sudrab kelayotgan narsani, qo'rquvni, hayotingiz yaxshi bo'lishini ham xohlaysiz, lekin yaxshi bo'lishdan ham qo'rqasiz. Ana shu narsani birovning isbot orqali sal to'yintirish. Lekin aslida boshqa shartning ichida turibsiz hali ham.
boshqa planetangiz, o'zingizning planetichangizni ichida. Stressga tushasiz, yotasiz, turasiz, bir qilib ko'ring qabrashimni deb turasiz, kundalik hayotda ishtiyoq yo'q, qiziqish yo'q, o'zida aldab yashayotganday, nimadir kutayotganday, nimadir izlayotganday. Kimda shunday hislar bo'layapti? Kimda shunday vaziyatlar? Kim o'zini ko'ryapti? Keyin qarang. Xuddiki sizning ichingizda ana shularda hammangiz bolangiz, enangiz yashayotganday. Xuddiki baxtli bo'lishdan qo'rqasiz. Baxtli bo'lib ketishdan. Ham qarang, baxtli bo'lishni xohlaysiz bir tarafdan. Baxtli bo'lsam deysiz. Baxtli bo'lishga ham intiladi. Baxt izlaydi. Kim baxtsiz bo'lishni xohlaydi? Hamma baxtli bo'lishni xohlaydi. Aytaki, baxtli bo'layin deydi. Baxtli bo'l deb tilab qiladi. Kelinchak bo'layotganda. Shu narsani zo'r aytaman. Men kecha treningimda ham aytdim. Kelinchak bo'lsang baxtli bo'lasan deydi. Mana shu baxtni kutib oila quradi. Baxt berilmagandan keyin izlanadi. Kutilgan baxt berilmagandan keyin xafa bo'ladi. Kim baxtsiz bo'lishni xohlaydi? Hamma baxtli bo'lishni xohlaydi. Hech kim baxtsiz bo'lishni xohlamaydi. Lekin kutiladi, izlanadi. Izlab ketaveradi. Eridan kutadi, bolasidan kutadi, to'ydan kutadi, marakadan kutadi, kiyimdan kutadi, mashinadan kutadi, kir yuvish mashinasidan, pardadan, to'ydan, sal to'yda o'zimiz yaxshi ko'rib olamiz. To'y marakalar bo'lganda bir kun shu atrofimda bir kishi aytdi, qachon to'y bo'ladi ekan, to'y bo'lsa bir mazza qilib kiyinardik. To'y bo'lganda mazza qilib o'ynab olardik. Chunki to'y orqali o'zimizni kamroq yaxshi ko'rib olamiz. Ancha ichimizda bo'shliqni to'y orqali to'ydirib olamiz, to'g'rimi? Ana shu to'yda 1 soatmi, 2 soat mazza qilasiz, keyin qaytib kelasiz, yana ichingizda bo'shliq, deb dami chiqib ketgan sharday bo'lib turib, yana shu qiziqarsiz, ma'nosizdek, ichingizda qiziqarsiz, ma'nosizdek hayotni his qilasiz. Tushunmaysiz. Nimaga o'zi ketyapman? Masalan, men bu yerga hozir sizlarga uyg'otuvchi bilimlar haqida gapiryapman. Yuzak emas, uyg'otuvchi bilimlar haqida. Sizlarga motivatsiya ham bermoqchi emasman. Tushirib ham yubormoqchi emasman, ko'tarib ham yubormoqchi emasman. Uyg'otish haqida. Tushunyapsizlarmi? Duxovnost haqida, uyg'otish haqida. Biz nima bilan o'zimiz aldayapmiz? Qanaqa hayotdagi nima deydi? Yuzaki soxta narsalar bilan o'zini aldashga o'xshamaydimi? Aslida mana shu narsalar bilan o'zimizni aldab qo'yapmiz. Ana shu ichimizdagi bo'shliqni, ana shu itga o'ralib yotgan, bir kunmas bir kun yaxshi bo'ladi deb o'ralib yotgan mana shunaqa shayton ichidagi narsa bilan o'zimizni aldayotgan. Hayotimiz tartibsizdek deydi. Hayotda o'z o'rnimni yo'qotgandekman deydi. Ko'pchilik aytadi, masalan, WhatsAppda ko'p nimalar bilan ayol ko'p u yoqda ko'pchilik bemalol yozadi, ko'pchilik meni taniydi. O'zimni yo'qotgandayman, o'z o'rnimni topmoqchiman. Qarang, ana shu sharding o'zingizning qobig'ingizni, o'zingiz sharingizning ichida o'zingiz topolmayapsiz. Chunki aytganimdek, ajdoddan, ota-onadan, jamiyatdan, maktabdan, kinodan, filmdan olgan hamma narsalar, qo'rquvlar, kutuvlar, isbotlash, tan olinish, hamma narsani olib turib, ana shu sharding ichida o'ralib yotgandek qiynalar odam. Aslida bu narsalarga bilan emas, aslida uyg'onish bilan ongimizni, ruhimizni, qalbimizni uyg'otishga qaratishimiz kerak. Bu moddiy narsalar tananing ehtiyojlari. Tananing ehtiyojlari bilan bizlar uzoqqa bora olmaymiz. Yer o'lchami balandga o'lchamga o'tgan hozir. Ana shu yer o'lchami 5-o'lchamga o'tib ketgan. Lekin bizlar hali hamon 1-o'lchamda yashayapmiz. 1-o'lcham uyda siqilish, qorin to'q qilish, isbotlash, tan olinish, yana jinsiy aloqa, turmush o'rtoqdan kutuv. 1-o'lchamda yashayapmiz. Lekin yer o'lchami qaysi darajaga o'tib ketgan va shu boshqacha o'lchamga o'tib ketgan. Biz yer o'lchamiga moslashmasak, ana shu uyg'onuvchi moddiyliklardan ko'ra tanani, ruhni, qalbni birgalikda olib ketmasak, nima qiladi? Tana kasallanadi, yotqisi keladi, depressiya bo'ladi, stress bo'ladi. Maqsad qo'yamiz deyapsiz. Men maqsad qo'yishni umuman boshqacha o'lcham haqida o'tishga rejalashtiryapman. Nasib qilsa zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Oldindan zo'r va'da ham bera olmayman. Lekin mana shunaqa uyg'onish haqida bo'ladi deb
reja qilyapman. Shunaqa uyg'onish haqida bermoqchiman. Aslida moddiyliklar haqida emas. Aslida anglab qolasiz nimani izlayotganingizni. Mana shu uchrashuvimiz shu maqsadlar kalitiga bag'ishlangan. Maqsadlar kalitiga sizlarni taklif qilaman. Mana shu sizlar maqsad qo'yishim kerak. Vau, hamma shoshyapti qarang. Hamma internetga kirsangiz, qaysi guruhga kirsangiz maqsad qo'yish kerak. Mashina, qaysi nimani olasan, uy olasan, chiroyli kiyim olasan, pullarga ega bo'lasan. Hamma narsa shu haqida bo'lyapti hozir. Lekin men kursda boshqa narsani yoritib bermoqchiman. Niyat qilyapman, endi aytganimdek buncha katta va'da ham bera olmayman. Boshqacha uyg'onish haqida. Aslida siz nimani izlayotganingizni, tanani inson tanadan iborat emas. Buni masalan sizlar shu yerda turibsizlar, ko'pgina ma'lumotga olib turib kelgansizlar. Inson tanadan iborat emas. Buni bilasizlar. Biz hozir ana shu har xil ma'lumotlar, bu kursda o'qing, maqsadlarga amal qilish, orzular nimasi deyotganimizda aslida tananing ehtiyojlari haqida aytyapmiz. Tananing ehtiyojlarini bajarishimiz kerak. Bajarmasligimiz kerak emas, kerak. Chunki bizlar aytgandek yo'qchilik zamonlarida yashaganmiz. Ota-bobolarimiz yo'qchilik zamonlarida yashagan, ocharchilik zamonlarida yashagan, uysizlik zamonlarida yashagan. Ana shularning genlari bizda yashaydi. To'g'ri, tananing ehtiyojlari qondirilmagan. Lekin inson o'sha tananing ehtiyoji bilan qolib keta olmaydi-ku. Maqsad qo'yayotganimizda men bu yil mana shu stralni olmoqchiman, uy olmoqchiman, kottej olmoqchiman, uyimni zo'r remont qilmoqchiman, yer olmoqchiman yoki bo'lmasa katta nima deydi, ishlarni zo'r qilmoqchiman degan bilan u tananing ehtiyojlari bo'lib qolyapti-ku. Yer o'lchamiga mos 3 qalb, ong, ruh hammasini birdaniga olib ketsa, menimcha ancha zo'r bo'ladi. Ancha o'sish yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Mana shu tananing ehtiyojlari ko'pdan ko'p qondirishimiz kerak deb doim shoshamiz. Haqiqatan ko'p boy badavlat bo'lay, serobgar bo'lay deganimiz bu zo'r. Chunki aytganimdek, ota-bobolarimizda, amma xolalarda ko'p ocharchilik bo'lgan, enalarimizda, buvalarimizda ocharchilik bo'lganligi uchun haligacha ichimizda qandaydir to'yintirilmagan shu serobgarlikdan to'yinilmagan qismlarimiz bor. Bu to'g'ri, norma. To'yintirilishi kerak tananing. İçimizde genimizde yashaydi. Ana shu ochlikdan o'lib ketganlar bor. His qiling, butun ajdodingizni tanimaysiz, u ajdodingizni tanimasligingiz ham mumkin. Mana shu nimanga kanalimga bilasizlarmi? Kino qo'yganman. Вообще ham zo'rda. Mana shu men anglab qolganlarim kino qilib chiqarganda, "Vau, buncha zo'r" deb qolganman. Anglab tasavvur qilganlarimni, ajdodlarimni ham tasavvur qilib turib, mana shular bilan gaplashib, shu mana shular yetishga tushganimda o'sha kino chiqqanini ko'rib, rosa maza qilganman. Ana shuni ko'ringizlar. Ana shu ajdodlarimizda siz tanimaydigan, yechilmagan savollari ham ana shu sizda yuragingiz tuk urib ketadi-ku, qo'rqib ketasiz. Farzandingizni yo'qotishdan qo'rqib ketasiz. Eringizni yo'qotishdan qo'rqib ketasiz. Baxtli bo'lishdan qo'rqib ketasiz. Sog'lom bo'lishdan qo'rqib ketasiz. Ana shu narsalar qayerdadir sizniki, qayerdadir jamiyatdan singdirilgan, qayerdadir ana shu siz tanimaydigan momongizdan nima deydi, yo'q, momo nima deydi, enalarda. Enangizning enalari, dadangizning enalari 7 ta shajaragacha eslang, tanimaysiz. Ana shularda his qilingan narsa deyinkangizda o'ynayotganini bilib qolasiz. Ana shular deyinkada o'ynaydi. Ana shu birdan qo'rqib ketasiz-ku, ana shu narsa keyinda aylanadi. Siz ana shu sharda ichida o'tirib, qiynalib o'tirgan hayot aslida ko'pdan ko'p ana shu orqadagi ajdoddan ham kelayotgan bo'ladi. Qarang, tortilasiz har tarafdan. Siz xuddi qo'lingizda bir o'tmishga tortadi, bir oldinga tortadi, o'zingiz nimaga tortilasiz. Nima deydi, shu xohlagan hayotingizga tortilasiz. Moddiyliklarim zo'r bo'lsa, boy bo'lsam, farovon bo'lsam, mashina qo'sha mashinalarimiz, uylarimiz zo'r remont bo'lib ketsa deb ana shu yoqqa tortilasiz. Sizda nimadir ko'zga ko'rinmay orqaga tortadi, chalqashib, qayoqqa ketayotganini ham odam bilmay o'zini yo'qotib qo'yadi. Aytadi-ku, bir qismim xohlaydi, bir qismim ikkilanadi, bir qismim qo'rqadi, bir qismim oldinga ketadi. Zo'r, qarang, o'zingizni taftish qilsangiz, nima aytadi, bir xil qizlar yozib qoladi menga psixologiya qiziqmas deydi. Kursga taklif qiladi, yozadi, men shunday muammolarim bor deydi. Xo'p, mana shu kursimda, psixologiya kursimda o'qiysizmi desam, menga psixologiya qiziqmas deydi. Psixologiya siz haqingizda o'taman.
borib turib turmush o'rtog'ingizni o'zgartirib bermayman. Siz haqingizni ishlaymiz, sizni o'zgartiramiz desam, yo'q, men turmush o'rtog'imni o'zgarishini xohlayman deydi. Biz borib qanday qilib turmush o'rtog'ini o'zgartiramiz? Odam muammo o'zining ichida bo'lsa, har kimning. O'zgartirishni bu odam o'ziga javobgarlikni olishni xohlamayotganini bildiradi. Har bir odam hayotini o'zgartirishni, javobgarligini o'zining bo'yniga olishi kerak. Men bilib qolganmanki, aslida inson moddiyliklardan ko'ra ko'proq ana shu o'zligini topish, o'zligi bilan ishlash kerakligini tushunib qolganman. Yaqinda nasib qilsa, treningimizni tugatamiz, oxirgi bitta dars qoldi. Yaxshi narsa berdim deb o'ylayman. Lekin u o'quvchilarning bajarishiga bog'liq. Eng ochib bergan mana shu aytganimdek maqsadlar hamma narsani yozib yotib turib tilla yarqiroq qog'ozchalar o'rab qo'yib, shokoladdan qontin qog'ozi bor-ku, o'rab yotganimni bilganman. U ana shu o'qiganlarimda minnatdorchilik bildiraman, chunki ana shu meni ana shunga olib kelgan, ichimga qaytishimga yordam bergan. Qara, aslida toshing bor, ichingda bo'shlig'ing bor. Asli ana shuni yorib ichingda olmosning topishing kerak deb. Keyin anglab qolganmanki, o'quvchilarga birinchi o'rinda minnatdorchilik, shukr qil deyishdan ko'ra, birinchi o'rinda ana shu ichga qaytib turib, ich bilan ishlab, o'zini pargatga qilib, ichki olamni ochib turib, ichini pargatga qilib turib, keyin sirtqi olamga qadam qo'yish kerakligini tushunib qolaman. Shuning uchun mana shu treningimda ham shuni berdim. Ko'pdan ko'p ichga qaratildi, o'zlikka qaratildi, kimningdir hayotiga bog'lanib qolishga qaratildi. Ana shularni berdim. O'quvchilarim chin ishtiyoq bilan qilsa zo'r natijalarga erishadi, ko'p narsalar anglayapti ham. Ko'pdan ko'p ana shunga qaratdim. Chunki soxtalikdan nima foyda? Maska kiyib turib zo'r motivatsiya berib qo'ygandan nima foyda? Motivatsiyani bayroqda olib turib, "Vau!" deb zo'r motivatsiyani oldik, zo'r yashashimiz kerak ekan, oldinga ketishimiz kerak ekan, hamma narsaga qila olaman, erisha olaman deb turgandan keyin, lekin ichida qora bo'shliq bo'lib turib, ichida tosh bo'lib turib, kimningdir hayotiga bog'liq bo'lib turib, onaning hayotini takrorlayotganligini, hali ham onaning ssenariysi, o'zi ona bo'lib turib, xuddiki turmush o'rtog'ining oldiga kelganda ona bo'lib turib, ona bo'lib yashayotgan, o'zining hayotidan shu qobig'ida yo'q bo'lib turganligini qanday qilib bo'ladi? Soxta bo'ladi-ku. Soxtalik bo'ladi, chunki onaning hayotini takrorlayapti, erining oldida o'zi yo'q. Ana shu qobiq o'zi hayot qurgandan keyin qobiqning ichida yo'q. Chunki onani biladi, onaga o'xshab o'ynashni biladi. Jertva bo'lishni biladi, bechora bo'lishni biladi, tayoq yeyishni biladi. Ayollik nazokatini bilmaydi, ichida alam g'amni yutishni biladi. Erkak unga ko'rsatadi, menga qaynam kerak emas, sen chiqar ichingdan qaynamni deydi. Menga sen haqiqiy ayol kerak, yosh ayol kerak deydi. Ichingda qaynna qarib ketgan-ku. Qayna yashayapti deydi. Qaynam yashayapti ichingda, chiqar uni deydi. O'zing hayotingda tur deydi. Erkak shuning uchun uradi, erkak shuning uchun ichadi. Tushunmaydi. O'z o'rniga qaytish haqida. Ana shu treningda ham mana shu ko'pdan ko'p o'zimizga e'tibor qaratishimiz kerak. Mana shu uchrashuvimizda shular aytmoqchimanki, zo'r motivatsiya ham berishni xohlamayman. Motivatsiyadan u yuzaki motiviruет. Nima deydi? Bitta narsani qaloqlashga olib boradi. Miyangizga bitta narsani singdiravergandan nima foyda? U soxtalik. Aslida u sizning o'zligingiz unaqa emas-ku. Tartib, ichki tartibni joyiga tushirish kerak. Anglab, shunday psixika zo'r ishlaydiki, shunday bilmay qoladi. Figuralarni almashtirib yuboradi. Shu siz onangizning figurasiga kirib olganingiz, otangizni hayotingizga kirib olganingiz bilmay qoladi. Shuning uchun ko'pdan ko'p mening kurslarim, treningim, yakka ishlaydigan narsalarimiz ko'pdan ko'p o'zingizni uyg'otish haqida. Ichki olamingizga nazar qaratish, o'zingizning alohiyligingizni anglash, hayotning asl mohiyatini anglash. Aslida bizlar moddiy narsalardan ko'proq asl o'zligimizni topishga qaratilgan. Aslida moddiyliklar aytganimdek, mayli moddiyliklarni ham surib qo'yish kerak emas. Chunki ichdagi bo'shliqni to'ydirish uchun, o'tmishdagilar to'ydirish uchun moddiylikni ham berish kerak. Biz ana shu ichdagi tartibning evaziga ana shuni qayergadir
qo'yganimizning evaziga minnatdorchilik, tartibga tushirganimizning evaziga moddiylikni berishimiz kerak. O'zimizga rahmat uchun. Otamizning hayotini o'ziga berganimiz uchun, onamizning hayotini o'ziga berganimiz uchun, o'zimizning hayotimizga o'zimizni topayotganligimiz uchun, ruhiy uyg'onayotganimiz uchun, qalbimizni ochayotganimiz uchun mana shu moddiylikni sovg'a sifatida kirib kelish kerak. Moddiylikni sovg'a sifatida berishimiz kerak. Moddiylikka yopishib olish emas, moddiylikni o'zimizga sen loyiqsan. Mana shu moddiy narsalarga ham aslida sen shuncha ichingdagi narsa zo'rku deb ana shuni evaziga moddiylikni kirgizib olishimiz kerak. Biz lekin ko'pdan ko'p anglamay, birinchi o'rinda moddiylik bilan ishlaymiz. Qizlar, kimda savol bor? Hammalaringizda mana shu kursimga, yangi ochiladigan treninglarimga 28-da hali qabul qilamiz, boshqa unda jonli efir o'tkazdiramiz. Mana shu maqsadlarim kaliti. Aslida maqsadlar kaliti umuman boshqa tarafga qaratilgan edi. Menimcha zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Ana shunga sizlarni taklif qilaman. Uchrashuvga 3 kunlik uchrashuv bo'ladi. Yangi yil arafasi. Sizlar uchun tayyorlab qo'ydim. Kelingizlar, hammalaringizni kutaman. Uncha ham qimmatbaho emas. Aslida mana shu ichni tartibga keltirish bilimlari qimmatbaho, lekin ko'pchilik hali bilimlarni totib ko'rmaganligi uchun narxini tushirdim. Narxini ko'rdilaringiz. Kelingizlar, uchrashamiz, gaplashamiz, totib ko'rasiz. Hammalaringizni taklif qilaman. 26 dedimmi? 26-da boshlaymiz. 3 kun bo'ladi. 26, 27, 29 kunlari bo'ladi. Soatini hammaning vaqtiga qarab belgilaymiz. Sizlar uchun kanal ochiladi. Kanalda gaplashamiz. Xuddi mana shunday bo'ladi. Unda ko'proq praktikaga qaratilgan bo'ladi. Praktika, energetik ishga qaratilgan bo'ladi. Yana alohida guruh ham ochiladi. Guruhda yozishlaringiz mumkin bo'ladi. 3 kunlik uchrashuv. Narxini e'lon qildim. O'qidilaringiz. Xo'p, undan keyingisi 28-kuni uyimiz jannatga nasib treningining ikkinchi potogini ochaman. Ikkinchi potogiga ham taklif qilaman. Ikkinchi potogida ham uchrashamiz. U yerda lekin juda ham ko'p bilimlar berilgan. Bu maqsadlarim kalit 3 kunlik bo'lsa, uyimiz jannatga aylansin treningi yerda juda ham ko'p ma'lumotlar. Uchrashuvi ham ko'p, mavzulari ham ko'p, praktikalari ham ko'p, qo'llanmalari ham ko'p. U yer juda ham chuqurroq. Ham chuqur, ham yuqoriga ko'taruvchi. Ham chuqurlashamiz, o'zimizga chuqurlashamiz, ham raket etamiz. Xo'p, shu bilan tugatamiz. Kimda savollaringizga berishim mumkin? Mavzu haqida kimda savol bor? Ana shu o'zimizni ichimizdagi chalqashtirayotgan narsalardan ozod turib, ertangi kursimiz ana shu asl mohiyat, hayotning mohiyatini o'zimizga yaqinlashish, ana shu siz xohlaydigan tarafga o'tishga qaratilgan bo'ladi. Mana shu mini kursimiz, maqsadlar kursimiz. Ajdodlardan tozalanish haqida bo'ladi. Sizni ushlab turgan energetik bloklar tozalanishiga qaratilgan bo'ladi. Va asl maqsadingizni topishga qaratilgan mini kurs. Taklif qilaman, hammalaringizni kutaman. Xo'p. Agar xohlovchilar bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, mikrofoningizni yoqib berishingiz mumkin, yoki bo'lmasa, chatimiz bor-ku, chatimizda yozishingiz mumkin. Nima savolingiz bor? Savolingizni berishingiz mumkin. Kurs haqida, trening haqida nima savolingiz bor? Nimadir bosib yubordim, o'chib ketdi. Ikkita telefon bunisida bosdim, o'chib ketdi. Savollar berayotgan edlaringiz, men silkani tashlab qo'ying. Nasiba opa savol beribsiz. Xo'p. Unda aytibsizki, farzandlar haqidami? Ha, albatta. Trening farzandlarga qaratilgan bu yerda hayotimizni, masalan,
farzandlarga ham qaratilgan, o'zimizga ham qaratilgan. Ota-onaning hayoti ota-ona bilan ham bor. Ota-ona bilan ham ishlaymiz. Hayotning hamma sohasiga qaratilgan. Turmush o'rtoqqa qaratilgan. Bu yerda 10 ta mavzu, 10 tadan ham ko'p mavzu treningimiz. Trening juda ham katta bo'ladi. Birinchi nima ishlanadigan narsani birinchi ishlab o'tdik bu treningda. Turmush o'rtoq haqida bo'ldi. Erkak ayolda nima kutadi mavzulari bo'ldi. Bu yerda sirlarni berdim, rosa ko'p praktikalar berdim. Ota-ona mavzusi bo'ldi. Ota-ona mavzusi haqida nimalar praktikalar berdim. Farzand mavzusi bo'ldi. Farzand mavzusida ham ko'p praktikalar, anglashlar, ko'p ma'lumotlar ochib berdim. Yana qanday mavzular bo'ldi? 10 ta mavzu. Shartliliklar, munosabatlar, muammolar, yana hali bitta mavzumiz qoldi, uni endi o'tib beraman. Farzand mavzusida ham bor. Trening ko'pdan ko'p hamma sohaga qaratilgan, hamma munosabatlar. Turmush o'rtoq, ota-ona, o'zingiz, farzandlar, jamiyat, ajdodlar, eng zo'ri ajdodlar. Hayotda o'z o'rningizni topish, biznesga masalan qaranglar. Ko'pdan ko'p aytganimdek, moddiy narsalarga, pulga, biznesga qiziqadi dedim. To'g'ri, zo'r. Hayotda ham o'zining o'rnini topish kerak, hayotga nimadir berish kerak. Biznes qilishi zo'r, normal, lekin nima uchun o'xshamaydi deydi. O'xshamasligining sababi bu ichda, aytaman-ku, ichda nima bo'lsa, nima deysiz? Ana shunaqa tartibsizlik bo'lgandan keyin u onaning hayotiga bog'liq bo'lsa, otaning hayotiga bo'lsa, yosh bolasi pozitsiyasida bo'lsa, va shu chalkash bo'lsa, ajdodlarga tegishli bo'lsangiz, qayerdadir xafachiliklar, og'riqlar, tosh, qora tuman ichingiz va shu gormonlaringiz boshqachasida o'ynatayotgan bo'lsa, qanday qilib biznes zo'r bo'ladi? Biznes zo'r bo'ladi, aytganimdek, soxta bo'lib qoladi. Qayergadir zo'r o'sadi, o'smay qoladi. Zo'r qilgingiz keladi va haz borib shunday zo'r biznes qilib tashlayman, shunda o'zimni namoyon qilaman desangiz, namoyon qila olmaysiz. Chunki sizni orqaga tortadigan og'riqlar bor, xafachiliklar bor. Endi siz deb aytmayapman, chunki bu yer umumiy bo'lyapti. Hammaga tegishli. Aynan sizga deb aytmayapman. Hammaga umumiy. Mana shu masalan treningga kirganlar ko'p bilib qoladi. Bundan xafa ekanman. Bunga xafachiligim bog'liq ekan. Aslida bitta narsani deb kelib turib, ostida keng, juda ham ko'p narsa borligini anglab qoladi. Trening juda ham ko'p taraflama qaratilgan. Turmush o'rtoqlar ichishi, kelishmovchilik, pul bermasligi, o'zingizni namoyon etolmasligingiz, qo'rquvlaringiz, hammasiga. Nasiba opa, chap tomonimda ko'p og'riq bo'ladi, yelkamda, qo'limda, buyragimda. Buyrak ko'pdan ko'p yig'lanilmagan ko'z yoshlarga javob beradi. Ana shu aytayotgan hayotiy tajribangizda ko'p og'riqlar bo'lgan, ana shular o'sha buyragingizga tiqilib qolgan, ana shular tiqilib qolgan narsalar ko'rsatyapti, tana signal beryapti. Ishlash payting keldi deb. Kasalliklar, men aytganim, kasalliklar do'st bo'ladi. Kasalliklar sizga belgi beradi, ishlash payting kelganligini. Ishlash payting keldi, qara, menga e'tibor deb. Chap tomon onaga javob beradi. Onada nimadir bor. Tushundingizmi? Qatnashib ko'ring. Treninglar shu zo'r chuqur berilgan raskopkoviy praktikalar, ongni qayta dasturlovchi praktikalar, ochib beruvchi, ong ostini ochib beruvchi, ularni qaytadan dasturlovchi, hayotga nimani ichidagi bloklarni o'zgartirishga qaratilgan juda ham ko'p tutash taqdirlar praktikalarimiz bor. Ularni hali treningning nimasida aytaman. Bu potok tugasin, keyin hali yana uchrashuvimizda aytaman. Savol berganingiz uchun aytib o'tdim. Eng zo'ri bor-ku, eng zo'r men anglab qolgan ayollarga berishim kerak degan narsam, aytganimda ayollar ko'pdan ko'p onaning ssenariysini takrorlaydi. Ana shu onaning ssenariysidan chiqishga qaratilgan praktikalarni zo'r ishlaydi. U anglasangiz, anglamasangiz bajarganingiz o'zida hujayralaringizda ishga tushadi. Chunki nima desangiz, biz ana shu paytda onaning hayotini olib olayotganimizda ham shunday bilib turib, onam hayotini olishim kerak ekan deb olmaganmiz-ku, shu anglanilmay tushib ketgan. Bilmay qolgansiz, onangizning hayotini olib qo'ygansiz. Bechoralik, tashlandiq, jerpa bo'lish, qadrsiz bo'lish, turmush o'rtog'idan qiyinchiliklar ko'rish bilmay olib qo'ygansiz-ku. Xuddi ana shunday, mana shu praktikalar shunga qaratilgan. Anglasangiz, anglamasangiz ishga tushib ketaveradi. Yen darajasida ishlovchi. U maqsadlar kaliti haqida kimda savol bor? Yangi mini kursimiz haqida.
farzandlar haqida juda ham ko'p keng narsani ochib berganman. Katta yoshlarga farzand tarbiyasini haqida bera olmayman, lekin ilmlar, mana shu olgan ilmlarim haqida bo'lishaman. Zo'r haqiqatdan katta yoshlilar o'qiyapti, katta yoshlilar ham ko'p narsani angladi, ko'p narsani tushundik deydi. Xursand bo'ldim bundan. Chunki har bir odam bittadan anglash olsa, bittadan hayotiga nimadirni kirgizsa, qancha ham evolyutsiya bo'ladi. Yer yuzi qancha evolyutsiyaga ketadi, oldinga evolyutsiya bo'ladi, rivojlanish bo'ladi, o'sish bo'ladi, nurga harakat qiladi, yaratganga harakat qiladi. Zo'r bu. Xursandman. Kimgadir nimadir bergan bo'lsam. Saodat menga chatimga golos jo'natsa, golosni eshita olmayman. Mana shu yerda nima qilaveringizlar? Yozingizlar, nima savollaringiz bor? Aytdim, meni kursimiz maqsadlarim kaliti, yangi yilga maqsadlarim kaliti 26-da boshlanadi. Keyin aytdim-ku, birinchi o'rinda ana shu kalitlarni boshqacha ishlatish kerakligini tushunib qolganman. Maqsadlarga aslida yozib berish kerak emas, ana shu bizda o'ynatayotgan narsadan chiqib turib berish kerakligini tushunib qolganman. Ko'rganingizdek, vau, zo'r, deb kattayim ketib, nima deydi, kerilmoqchi emasman. Lekin mana shu necha vaqtdan beri kutib yurgan narsalarimga mana shu yil erishdim. O'zim hayron qoldim. Qo'rqib ketdim to'g'risi. Amalga oshsa bo'larkan-ku. Tushunyapsizlarmi? Mana shu yilda tezlashib ketdi. Chunki ana shu kalitlarni qo'llab ko'rdim. Masalan, ana shularni men necha yil oldin yozganman. Mayli bo'lsa bo'ldi deb yozganman, keyin shunaqa qolib ketgan. Lekin ishlatishda demak mana shuni shunday ishlatish kerak ekan maqsadni, mana shunday ishlatish kerak ekan deganimdan keyin tezlashib ketgandan keyin ana tezlashib ketgan narsalarni ko'rib, men mana shuni xohladim. Mana shuni bo'lishini qachonlardir maqsad qo'ydim. Tezlashib ketdi deb qo'rqaman, tushunasizmi? Qo'rqib ham ketganman. Hatto shuncha mo'jizaviy tez amalga oshib ketgandim. Hammasi amalga oshib ketavergandan keyin qo'rqasan. Aytdim-ku, baxtli bo'lishni biz ham xohlaymiz, ham baxtli bo'lishdan qo'rqamiz deb. Xuddi shunday maqsadlarimiz amalga oshib ketishini xohlaymiz, ham bir tarafdan maqsadlarimiz amalga oshib ketishidan ham qo'rqamiz. Xo'p, xuddi shunday mana shunday amalga oshirishni xohlasangiz, mana shu mini kursimga sizni taklif qilaman, ko'rishamiz. Uchrashuvimizga. Kimda savol bor? Savol bo'lmasa tugatamiz. Savollaringiz bormi? Zapis bering deyapti o'zimning chatimda. Nima savollaringiz bor? Kurs haqida, trening haqida, uchrashuvimiz haqida. Aytganimdek, coaching kursi haqida so'rayapti. Coaching kurslarda aytganimdek kelib turib, men turmush o'rtog'im menga pul bermaydi deganingizda, men turmush o'rtog'ingizga pul bergich chiqib beramayman. Buni oldindan aytib qo'yayin. Uncha meni vau, ilohiy ekan deb turib emas, lekin haqiqatan amaliyotlar bajarganingizda ilohiy darajada ishlaydi. Pul bergich bo'lib ketadi, lekin turmush o'rtog'ingizga pul bergich chiqib beramayman. Ana shu sizning ichingizdagi bloklaringiz bilan ishlayman, to'siqlaringiz bilan ishlayman, qo'rquvlaringiz bilan ishlayman, gormonlaringizni o'zgartirish bilan ishlayman. Shu psixikangizda, miyangizda qayerdadir og'riq qolib ketgan, ruhiyatingizda qayergadir og'riq tushgan, ana shu narsani o'zgartirish bilan ishlayman. Keyin atrofingizda ichki olam, masalan, aytaman-ku, ichki olamning aksi sirtqi olam. Shu ichki olamingiz bilan ishlaganimda sirtqi olamingizda o'zgarish bo'ladi. Turmush o'rtog'ingiz shundan keyin ana shu ichki olamingiz o'zgargandan keyin ichki masalan to'silib qoladi. Tasavvur qiling, xuddi siz turbasiz, mana shunday nima deb, mana shu ruchkaning turbasi, siz ichingiz mana shunday turbangiz ichi to'lib qolsa, nafratga, alamga, xafachilikka, kichkina qayerdadir 15 yosh bolasimi, 20 yosh bolami bitta tarsak urgan bo'lsa, erkak kishi siz psixikangizga shunday ta'sir qiladi, erkaklar shunday yomon degan ichingizda og'riq blok qolib ketgan bo'lsa, mana shu turbangiz to'lib qolgan deb nafas olasiz-ku, mana shu ichingizdan xuddi turbadek qarang. Ana shu erkak sizga pul bermaydimi? Demak, nima bor? Sizda erkaklarda mana shu turbangiz to'lib qolgan. Ana shu turbani ochish bilan ishlayman.
Ana shunda qayerdadir ishlanadi, qayerdadir o'ng-ostingiz, ichingizda gormonlaringiz o'zgaradi. Ana shu gormonlaringiz o'zgargani natijasida, shu turbalaringiz ochilgani natijasida turmush o'rtog'ingiz pul beradi. Katta nima deydi, sehrli tayoqchani kutib ham kelmang. Niyat qilib, просто shunchaki maza qilib. Yana bitta narsani zo'r tushuntirayin, qarang. Mana shu narsa o'zimdan o'tgan. Pulni hech qachon to'siq qilmang. Pulni to'siq qilmang. Pulni sizga xizmat qildiring. Vau, pul kerakda, pul bo'lsa o'qiyman-da. Pulim yo'q-da. Mana shu narsani ko'paytiraman-ku. Pul sizga hech qachon pulni birinchi o'ringa balandga qo'yib yubormang. Pulni qancha balandga qo'ysangiz, pul shuncha ketdi sizdan. Men Xudo emasman, senga buni bajarib bera olmayman deydi. Tushunyapsizmi? Pulni balandga qo'ymang. Shunchaki mazza qilib o'qiyman. Shunchaki pul menga o'zi shuncha keladi. Shunchaki meni shunga ko'nglim tortayapti. Qalbimda nimadir limp o'tayapti. Qalbimda qayerdadir nimadirlar kelyapti, ichimga kiryapti. Shunchaki o'qiyman, pul o'zi keladi deb o'qiyman. Pulni qimmat ekan yoki arzon ekan-ku, hech narsa bermaydi yoki bo'lmasa pul kerak. Pul bo'lsa qachon pul kelsa pul yig'sam, mana shuncha pullar yig'sam keyin o'qiyman. Pulni siz oldingizga mana shu o'qishning oldiga pulni o'rtaga nima qilib qo'yasiz? To'siq qilib qo'yib qo'yasiz. O'zingiz turibsiz, his qiling. O'zingiz turibsiz, o'qish turibdi. Shu bilimlar turibdi. O'qish deganda yana bitta narsa qarang. Zo'r narsa borda, mana shu hozir buni aytay. Maqsad o'qishni, mana shu bilimlarni olish, mana shu sizga yetib borayotgan nimadirlar yonib ichingizga kirmoqchi-ku. Ana shu narsani olib ko'rib sinab ko'rmoqchi, totib ko'rmoqchisiz. Nima bo'lsa bo'lishidan qat'iy nazar, mayli totib ko'raylik, totib ko'rmoqchisiz. Lekin pulni menga to'sib qo'ygansiz, pulim bo'lsa o'qiyman, pulim bo'lsa qimmat ekan, arzon ekan deb narx belgilab qo'ysangiz, non berib qo'ysangiz, ana shu narsa sizdan to'siladi. Uzoqlashib ketadi. Esingizdan chiqib ketadi, chalg'ib yana boyagi sizni o'ynatadigan narsa kirib ketasiz, bo'ldi, ketdi yana. Dunyoning nimalar har xil o'yiniga, hayotning o'yinlariga chalg'ib ketasiz. Nimani aytayotganim, o'qishda tushunaman. O'qish deganda ko'pchilik og'rinadi. Nima uchun? Bilasizmi? O'qishim kerak yoki vazifalar bajardilaringizmi desam, ichidan bir tink o'tib og'riq ko'tariladi. Og'riydi-chi. Nimadan qolib ketgan bilasizlarmi ana shu og'riq? Ana shu og'riq ichingizda o'qish haqida vazifalar bajardingmi? Men ong ostida shunday dialog ketadiki, men 5 ga o'qishim kerak. Maktabdan singdirilgan narsa. Men 5 ga o'qishim kerak. Bo'lmasa agar 2 ga o'qib qo'ysam, vazifalar bajarmasam, ustoz menga 2 qo'yadi. O'zim bechara his qilaman. Hammaning oldida sharmanda bo'laman, uyalaman. Undan ko'ra bajarmay, undan ko'ra shu xuddiki nimaning toshbaqa nimaning o'zining kassasini ichiga kirib ketadi-ku, ana shu kassasini ichiga kirib ketayotgandek. O'qish ko'pdan ko'p ana shunday og'riqli narsa deb eshitiladi. O'qiysanmi deganda, ichidan qarshilik keladi. Yo'q, o'qimayman. Keyinroq o'qiyman. Pul yo'q, pulni to'siq qilib qo'y. Qarang, qancha ong himoyalanadi. Aslida u sizning yuragingizga nurda shuni yoritish uchun bo'ladi, qaratilgan bo'ladi-ku. Og'riqlardan, og'irliklardan qutulishga qaratilgan bo'ladi-ku. Lekin ana shu maktabda o'qishda his qiling, tasavvur qiling. O'qishda masalan maktabda o'qigansiz, nima qilgan? Nimagadir qorong'i bo'lib qoldi. Maktabda o'qiganingizda 2 ga o'qib qo'ygansiz. Hammaning oldida sharmanda bo'lgandirsiz. 2 baho olma, 2 baho yomon. Qarang, 2 bahoga o'qimashim kerak yoki 2 bahoga 5 ga o'qishim kerak yoki umuman o'qimasligim kerak. 2 ga o'qisangiz ham mayli. O'qisham demang mayli. O'zim uchun. Shunchaki qalbim xohlayapti. Shunchaki. Hech narsa olmasam mayli. Muhimligini oshirib, ilohiy qilib, xudo darajasiga kurslarni, treninglar balandga chiqarib, yoki 5 ga o'qishim kerak, student bo'lib nimani daftarni qo'ltiqqa bunday qilib, student bo'lishim kerak deb qimmat bo'lsa, yo'q, u nimaga? Shunchaki bu bilimlar uyg'otishga qaratilgan, qalbga qaratilgan, ruhiyatga qaratilgan, travmalarni ozod qilishga qaratilgan. Uncha katta pullar narxlarini qo'yganim yo'q. Shunchaki oddiy mazza qilish uchun. Shu ichdagi tushunaman, hayotda qancha tajribadan o'tgansiz, sevganingizni yo'qotgansiz, sevganingizdan ajralgansiz. Qancha narsa orzularingizga yeta olmagandirsiz, o'qishlarga kira olmagandirsiz. Ming yaxshi ko'rgan ota-onangizdan qattiq tanqid ko'rgandirsiz. Nimadir shuncha ham orzu qilib, umid qilib turib, mana shu yangi yil arafalarida masalan kutgansiz nimani, kutganingizga erishmagansiz. Bilaman, qayerdadir qalb og'riqlaringiz bor. Lekin u narsani shunchaki mazza qiling, o'zi bo'sh qo'ying. Shunchaki muhim qilib
diplomatda portfelda sumkani bo'yningizga otib beshik o'qishim kerak yoki umuman o'qimasligim kerak. O'qish degan narsadan hamma qochadi. Qarang, hayotimizning oxirigacha o'qishimiz kerak. Biz nima uchun kelganmiz yer yuziga? Yer yuziga shu nimani evolyutsiya uchun kelganmiz. Rivojlanish uchun kelganmiz, o'sish uchun kelganmiz. Hech qachon bizlar bo'ldi bitta farzandlar tug'ib berdik, shu farzandlarga qarab o'tirishimiz kerak degan narsa yo'q. Shu farzandlarni ham o'stirishimiz uchun, evolyutsiya qildirishimiz uchun ham o'qishimiz kerak. O'qishim demak nima deyin? Nima deb nom beray hozir shu yerda? Nurni o'tkazish deymizmi? Nurni ichimizga singdirish deymizmi? Nima deymiz? 2 ga bo'lsa ham mayli. O'qiyman. Ta'lim olaman yoki o'z ustimda ishlayman. O'zligimga qaytmoqchiman. Endi zo'r narsani eshitib qolgan edimda, o'zligimga qaytmoqchiman deb bittasi shunday dedi. Sen o'zingdan ketib qoldingmi? Yo'q, unday emas. Oddiy, yengil mazza qilib qarang. O'qishlarga mana shu narsalarga pulning muhimliklarini ham oshirib yuboramiz. Kurslarimga keling, mana shu kurslarda ham aytganimdek, uncha butunlay hayotingizda sizni boshqa sayyoradan boshqa sayyoraga olib borib qo'ymayman. To'g'ri, men o'zimning masalan 10 yillik orqamga qarayman, 10 yillik bosib o'tgan yo'limga qarayman, haqiqatan boshqa sayyoradan boshqa sayyoraga kelib qolgandek. Men hozir aytayapman, ko'z ichimdan yosh kelyapti, tushunyapsizmi? Ichimdan yosh kelyapti. Chunki ana shu paytdagi, mana shu yangi yil arafasidagi 10 yil oldingi o'zimga qarayman, 10 yil oldingi boshqacha sayyorada yashaganman. Aytdim-ku bir kuni, o'g'lim aytdiki, "Aya" dedi, "men hech qachon" dedi, "bizlar shu yerda yashaymiz deb o'ylamagan edim" dedi. Masalan, u nechaga kirgan? 14 ga kirgan. Boshqa sayyoraga o'tdim deya olaman. Hech qachon o'ylamaganman mana shunday bo'ladi deb. Shunchaki o'tib qolmadim. Nimadirlar qo'lladim, qaysidir kalitlar ishlatib ko'rdim. Ishonilmas darajada o'zgardi. Lekin ana shu jarayonda o'tayotgan, ana shu tasavvur qiling, siz tug'ilayotganingizda, onadan tug'ilayotganingizda sizni siqishadi, bo'g'ishadi, tortishadi, bo'yningizdan tortadi, havo yetmaydi, uradi orqangizga, kindigingizni siqadi. Keyin oxiri yig'lab, deb nafas olib turib, u olamdan bu olamga o'tkazdirasiz. O'tasiz. Qizlar zapis bo'lyaptimi? Zapis bo'lyapti-kan. Zapis so'raganlarga ham beramiz. Zapis berilarkan deb turib tashlab qochak emas. Nima niyat nimalaringiz bor? Berishlaringiz mumkin savollaringiz. Keyin aytdiki, ana shu sayyoraga, masalan, siz xohlagan narsaga o'tishda jarayon qarang. Bu zinadan bu zinaga ko'tarilayotganda. Siz xohlagan hayotga haqiqatan o'tish jarayonida, shu treningimda hozir aytyapti-ku, turolmayman, yig'layman, yotaman, uyqu keladi, qayt qilaman, hayzim erta keladi, urushaman, baqiraman, jahlim chiqadi. Buncha narsa menda qayerdan paydo bo'ldi? Avval undaq emas edim. Nimaga undaq bo'lmagan? Avval ota-onamda shuncha xafachiligim bor ekan, shu o'qimaganim yaxshi edi. Qarang, ular shunchaki ichda uxlab yotgan edi. Bor edi mana shu narsalar. Chirib, aynib, bosib yotadidan odam keyin nima qiladi? Og'irlashadi. Mana shunday qilib qorin qo'yamiz, semiramiz, mana shu tanamiz og'irlashib ketaveradi, yotgimiz keladi, hayotga ishtiyoq yo'q. Mana shunday hammani ayblab keyin ketdik. Ana shu ichimizga yutilgan narsalar, ana shu trening davomida yig'lab chiqayapti ana shu narsalar. Qarang. Bu ana men treningim orqali siz shunchaki yig'loq bo'lib qolmadingiz, shunchaki baqiroq bo'lib qolmadingiz, shunchaki ho'ng ichingizda shuncha ko'z yoshlar chiqarmayapsiz. Bu narsalar ko'z yoshlar chiqayotganda shuncha yilda masalan 50 ga kirgan bo'lsangiz, 50 yillik ko'z yoshlar bosilib ketgan bo'ladi. Ana shular 50 yillik narsalar chiqayotgan bo'ladi. Uxlayapman, qachon tugaydi bu? Siz shu yoshgacha masalan 40 ga kirgan bo'lsangiz, 40 yildan beri uyqu bermagandirsiz yoki 40 ga kirgan bo'lsa, u yog'i 10 yosh, 15 yosh desa, 30 yil o'zingizga normal uyqu bermagandir. Sizga ana shu uyqular endi chiqayotgandir. Tana charchagandir, dam olgisi kelayotgandir. Treningda mana shunday ko'tarilishlar bo'ladi. Chunki aytganimdek hozir shunchalik narsa bosilgan bo'ladi, ko'tariladi. Haqiqatan gormonlaringizda, genlaringizda yashayotgan bo'ladi. Turib berish kerak. Haqiqatan borligini tan olish kerak. Turib berish kerak. Og'riqli, qiyin. Lekin turib berganingizda bu narsadan qutulasiz. Men aytgandek, mana shu bu o'lchamdan tug'ilishingizdan, onangizning qornidan chiqib bu o'lchamga o'tish, bu sayyoraga o'tish o'rtasidagi jarayon baribir og'riqli bo'ladi.
Menda ham og'riq bo'lgan, orqamdan tepishgan, kiyimlarim olib qo'yilgan, yig'laganman, siqishgan, havo yetishmagan, xiyonat bo'lgan. Bular nima uchun? Hamma narsa meni uyg'otish uchun, boshqa o'lchamga o'tishim uchun. Ana shu paytda yo bechara bo'lib qolishim ham mumkin edi. Hayot shu ekan deb qolishim mumkin edi. Lekin izlanganingizda, o'qiganingizda, tushunganingizda, ichingizga nima deydi, taftish qilganingizda mana shu narsa siz boshqa o'lchamdan boshqa o'lchamga o'ta olasiz. Boshqa sayyoradan boshqa sayyoraga o'ta olasiz. Hozirgi masalan ana shu bir zaylda qolishga qo'ymaydi. Men aytdim-ku, ko'p aytaman. Yer sayyorasi evolyutsiya uchun odamlarni nima qiladi? Evolyutsiyani yaxshi ko'radi. Yer sayyorasi rivojlanishni. Masalan, qarang, maymunsimon odamlardan biz boshqacha odamga o'tib ketganmiz. Lekin nima deydi? Aslida maymunsimon deydi ilm-fanda. Odam hatto momo-havolarimizdagi o'zgarishlar, undan orada qancha o'zgarishlar, qancha bizlar evolyutsiya bo'lgan. Qarang. Avvalgi telefonlarimiz, bu kecha ham aytdim-ku, avvalgi telefon boshqacha bo'lgan, hozirgi telefon boshqacha. Avvalgi televizor boshqacha, hozirgi telefon hammasi evolyutsiya bo'lgan. Xuddi shunday odamlar ham evolyutsiya bo'lyapti. Agar mana shu o'lchamda hali ham ayblash, qorin to'ydirish, ovqatning g'ami, kiyim bo'lib tursak, u hali ham birinchi o'lcham. Avvalgi mana shu sayyorada men aytyapman-ku, men mana shu 10 yillik, 15 yillik oldingi o'lchamda yashash. Tushunyapsizmi? Biz lekin evolyutsiya qilishimiz kerak oldinga. Men 14 ta uchrashuvim bor edi, o'zi nima qilyapti. Belgi beryapti menga budilnigim. Bir 10 minutga kechiktiramiz. Boshqa o'quvchim bilan uchrashuvim bor edi. Menimcha o'qishim shu yerda. Ana shu evolyutsiya uchun sizni masalan, mayli qaytqingiz keldimi, qiynaldingiz, og'riqli bo'lib, uyqungiz kelyapti, yotqingiz kelyapti, qo'yib bering. Hamma ham. Ana ko'pchilik ana shu narsa uchun ham o'qimaydi. Ko'tarilib ketishini biladi, ong himoyalanadi. Ana shu biladiki, sezadi, hozir nimadir tegib qo'yadi. Men gapirganda, "Xo'p, yozingiz qo'shilasizmi, mayli" deganimda, ong himoyalanadi. Ong osti himoyalanadi. Hozir bilaman. Qalbimda og'riq bor. Ana shu hozir tegib qo'yadi. Qo'yini o'qimay qochadi. Tushundingizmi? Lekin bu narsasi mayli, ko'pchilik nimadirlar almashtirib ongini boshqacha qarash orqali ham chiqib ketadi. Lekin agar chiqib ketmaganlar, ana shu ichida qolib ketgan narsalar tanaga kasallik beradi. Tanada har xil belgi beradi, kasallik beradi, orqaga tortadi. Minusga ketadi. Ana shuning uchun mayli, sizda shunday narsalar bo'lyapti. Men aytibdiki, masalan, hayzi o'zgarib ketdi. Hayzim o'zgarib ketdi. O'zgaradi. Nimaga desa, shuncha yildan beri ayol bo'lib tug'ilganingizni qabul qilmayotgan edingiz. Ayol bo'lib tug'ilishingizni qabul qilyapsiz, o'zgaryapsiz, ayollik bilan ishlayapsiz, matkaningiz borligini bilyapsiz. Ana shuning uchun ham o'zgaradi tana. Tabiiy. Tabiiy o'zgaradi. Gormonlar o'zgaryapti, gen darajasida ishlayapmiz. Qizlar, shu bilan tugatamiz. Kasallar blok ma'nosida. Albatta kasalliklar blokda. Kasalliklar belgi beryapti. Ana shu o'tmishdan kelib ketayotgan narsalarni. Kasalliklar belgi beradi. Pullarimiz kimlargadir berib qo'yganimiz kerak bo'lganda o'zimizga olmaymiz. Bolalik pozitsiyasi. Chunki bola qo'rqadi, pulni olsam kimdir olib qo'yadi deydi, undan ko'ra birovda turib tursin, himoya. Xo'p, qizlarjonlar, hammalarni uchrashuvlarda, treninglarda, kurslarda kutib qolaman. Hammalaringizga mana shunday ichki uyg'onish bilimlarini olishlaringizni nima deydi, so'rayman hammalaringizga. Rahmat sizlarga ham. Rahmat yurakcha uchun. Tugatamiz shu bilan, уже vaqt ketdi. Yana uchrashuvlarda ko'rishguncha hammalaringizni yaxshi ko'raman. Xayr, hammaga. Ko'rishguncha deyman, xayr demaymiz. Rahmat. Men bilan birga bo'lganliklaringiz uchun.